Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan burundan kelayotgan balg'am, ya'ni ajralmaning rangiga qarab sizda nima kasallik yoki nima jarayon kuzatilayotganligi to'g'risida gaplashamiz. Burundan balg'am kelishi odatda organizmning himoya mexanizmi hisoblanadi va turli xil shamollash yoki bakteriya infeksiyalar burunga tushish natijasida uning rangi va miqdori o'zgara boshlaydi. Odatda rangsiz, shaffof balg'am bu sog'lom organizmda hammada bo'ladi va yoki bo'lmasa kasallikning endi boshlang'ich bosqichida shaffof balg'am mavjud bo'ladi. Kasallik chuqurlashgandan keyin balg'am rangi o'zgarib sariq rangga kirib boshlaydi va bu yerda xulosa qilishimiz mumkinki, aynan burun bo'shlig'ida virusli yoki bo'lmasa bakteriya infeksiya tushgan. Buning natijasida aynan burun bo'shlig'ida bakteriya viruslarga qarshi kurashuvchi qonning oq qon tanachilari kelishi va ular miqdorining ko'payishi va balg'amning sarg'ayishiga sabab bo'ladi. Balg'amning 7 kundan ortiq mana shu sariq balg'amning davom etishi bu xavfli kasallik belgilari bo'lishi mumkin. Buni holatda albatta lor shifokoriga murojaat qiling. Burundan kelayotgan balg'amning yashil rangga kirishi, yam-yashil tusga kirishi aynan burun bo'shlig'idan keyin jarayon chuqurlashganligida, burun atrofidagi bo'shliqlarga, yuqori joy bo'shlig'i, peshona, asosiy bo'shliq, ya'ni sinusitlar belgisi hisoblanadi va bunda albatta bakteriya va viruslarning organizmda ko'payganligini bildiradi. Buni holatda albatta lor shifokoriga murojaat qilib, to'g'ri xulosa va tavsiyalar olishga harakat qiling. Bundan tashqari yashil sariq balg'am aralash va qonli balg'am bo'lishi mumkin. Agar qonli balg'am bo'ladigan bo'lsa, aynan burun bo'shlig'idagi shilliq qavatning yupqalashganligi yoki burun bo'shlig'ida qonuvchi yaralarning paydo bo'lganligini bildiradi. Bunda har qoqqanimizda, burun tozalaganimizda burunning qonab ketishi yoki bo'lmasa balg'am aralash qonning chiqishi aynan o'sha burun bo'shlig'idagi ham yallig'lanish ham yara belgilar hisoblanadi. Buni holatda ham albatta lor shifokoriga murojaat qilib, kerak tavsiyalarni olishlarini tavsiya qilib qolamiz. Siz va sizning yaqinlaringizda ham agar burundan balg'amning ko'payishi, balg'amning 10 kundan bir haftadan ortiq davomli ajralishi va bosh og'riqlari, isitma qo'shilishi kuzatiladigan bo'lsa, bu sinusit yallig'lanish belgilari hisoblanadi. Siz va sizning yaqinlaringizda ham bir hafta 10 kundan ortiq burundan balg'am kelishi, bosh og'rig'i va yuqori sinus taqsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling, sizga malakali tibbiy yordam beramiz. Bundan ham foydali ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.